Archalarimizni ham chiroyli kesib oldik, mana bo'ldi. Mana bu yoqda archa qiyshiq ekan. Lekin hozir qiyshiq kesilganga ko'rinyapti, lekin tepasi qiyshiq ekan, chap tomonga yog'ib qo'ygan buni. Hozir mana bu ip boylab, mana bu reshetkaga boylab qo'yish kerak. O'shanda tekis bo'lib turadi. Silindr shakl bo'lgani qaranglar. Juda zo'r bo'lib qoldi. Mana shuni tortib qo'ysa, tekis bo'lib oladi. Agar hozir men buni kessam, qiyshayib qoladi, lekin agar tortadigan bo'lib qolsa, ochilib qoladi, shu xunuk bo'lib qoladi. Silindr cho'tki shakl bo'ldi. Indan beri hali kesilmagan ekan bu archamiz. Ichlari ochilib ketgan, xudo xolasa 3-4 kesimdan keyin zich bo'lib, chiroyli bo'lib qoladi, qarang. Oddiy majvenlik Virginskiy hidlari ham gupillab turibdi, mana qaranglar. Yuvish kerak buni, archalarni yuvinglar, har kuni iloji bo'lsa kechqurun yuvinglar. Juda zo'r bo'lib, yam-yashil bo'lib turadi, sochni bo'lib turadi.